O'zbekistonda paranji tashlash jarayoni qanday bo'lgan? 8-mart tarixi aynan xotin-qizlarning ovoz berish huquqini qo'lga kiritgan sana sifatida tarix sarlavhalarida muhrlangan. 1909-yilda Klara Setkina tomonidan bu sana xalqaro miqyosda ayollarga ovoz berish huquqini beradigan sana deya ta'rif etilgan. Aynan bu sana Yevropada fevral oyining oxirgi shanbasi, Rossiyada esa fevral oyining oxirgi yakshanbasi bo'lsin degan taklif ilgari surilgan edi va Gregorian taqvimiga ko'ra bu 8-mart sanasiga to'g'ri kelgan edi. 1917-yilda Rossiya imperatori Nikolay II tomonidan ayollarga ham ovoz berish huquqi berilgan sana deya tarixga kiritilgan. Xo'sh, bu jarayon Turkistonda, ya'ni Markaziy Osiyoda qanday kechgan edi? 1924 to 1929-yillarga qadar hujum kompaniyasi tomonidan paranjini majburlab tashlash jarayonlari boshlab yuborilgan edi. Va bu jarayon natijasida 2,5 mingdan ortiq ayollar o'z erlari, aka-ukalari yoki otalari tomonidan o'ldirilgan edi. Aslida mutaxassislarning fikriga ko'ra, bu raqam ancha ko'p bo'lishi ham mumkin. Birgina misol, O'zbekiston SSR xalq artisti Maryam Yoqubovani olib qaraydigan bo'lsak, 1909-yilda Buxoroda tavallud topgan va asli ismi Oyxon bo'lgan Maryam Yoqubova 9 yoshida Buxoro amiri arkida, ya'ni amirning onasi Eshon oyimga xizmatkor sifatida saroyga kirgan edi. Va aynan shu yildan boshlab 9 yoshdan to 12 yoshgacha Buxoro amirining arkida Eshonoyim xizmatida raqqosa bo'lib xizmat qilgan Oyxon bir vaqtning o'zida Buxoro jajjichiligiga ham xizmat qilgan. Ya'ni u bu yillar orasida Fayzulla Xo'jayevga Oyim Poshsho kanizagi tomonidan xatlar tashigan va Tumorcha laqab bilan mashhur bo'lgan. 15 yoshga kelgan Oyxon akasi Rafiq bilan birgalikda Fayzulla Xo'jayevni uchrashganda, paranji ostidagi Oyxonni tanimagan Fayzulla Xo'jayev ham quvonadi, ham hayratlanadi. Negaki, paranji ostidagi Oyxonning o'zining josus, ya'ni Tumorcha laqabli josus ekanligini ko'rib, ham hayratlanadi, ham xursand bo'ladi. Va Oyxonning Moskvada o'qish istagini eshitib, juda ham hayron qoladi. Chunki o'sha yillari Moskvada paranjida yurilmas edi. To Moskvaga bir haftalik poyezd davomida yetib borgunga qadar Rafiq o'z singlisiga hech narsa demaydi. Lekin Moskva ostonasiga kelgan Oyxonga Rafiq tushuntirib aytadiki, "Singlim, bu shaharda hech kim paranjida yurmaydi. Kel, men senga oq g'ijim ro'molni beray." Va qo'rquv ostidagi Oyxon bir hikoyani aytib beradi. Bozorda otasi bilan yurib ketayotgan Oyxon jarchining jangovar ovozidan sergakladi. Undan so'ng Oyxon agar men paranjimni ochsam, gunohkor bo'laman va o'qishim ham mumkin emas. Lekin bir tarafdan Oyxon juda ham o'qigisi kelgan edi. Shuning uchun ham oq g'ijim ro'molni o'rab tushgan Oyxon birdaniga Moskvaga ko'z tashlamaydi. U sekin-sekin baland binolarni, keng va toza ko'chalarga ko'zi tushadi va ko'zini bir muddat o'tib ochib qaraganda, voy buncha bu shahar chuqur ekan deb hayratlanadi. Shunday qilib, bu qizaloq O'zbekiston xalq artisti Maryam Yoqubova edi.